Hoppa. Iskandar aka. Odilbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshi keldingmi? Rahmat. Вообще, assortimentga gap bo'lishi mumkin emas-ku, a? Da. Nimani qo'shib tashladingiz, mana ko'ryapman. Indiya mana FTR bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Skidka dematotchiklar so'rading-a? Ha, o'shan keldim. Endi aytmoqchi edim. Qara, mijozlar uchun hech kimda yo'q narxlarni qo'yamiz. BMW Smeret 2021-yil Koreyadan kelgan, narxi 19500. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana Keyingi Streetlar, Street MT10 2018-yil, buni narxi 10500. Buni отдельный обзорni qilib beraman. Hali ulgurmadik. Aha. Keyin полноценный litr bor. Skidkada original. Hammasi toza dokumentlari. Buni narxi bomba 5900. Bu чисто klientlar o'zlarining подписчиклari uchun. Yonib turibdi-yu, a, mototsikl. Da, MT09'imiz bor, original. Bu ham buni narxi 9500. Sanbob ikkita mototsikl olib kelib qo'ydim. Chopper. Bilishimga qarang. Benda 250 tali. Tuning qilingan, полностью. Minimalniy probeg bilan. Ham 800 chi. Bu 800 kub. Sportster zaminiteli. Ikkalasi Xitoy original brend qilingan. Buni narxi 4500, buni narxi 800 kub 5900. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana qiziqroq nimadir kerak bo'lsa aytsang, masalan, podrobni narxlarini olib beraman.